ovqat zakaz berdik. Ona bilan kattaligidan endi buni qanday yeyman deyaptilar. Qovurilib o'tiribdi qana. Ana bu yerda bangi ovqat o'zi ichini ochib berdilar. Qaranglar, bu grekcha ovqatlardan ekan. Bilmaymiz qanday yeymiz. Go'shtmi? Onajon go'shtni yedi kelyapti lekin. Yeb ko'ring, farshmi? Mazaliga o'xshayapti lekin. Asalchalarni qarang. Men shuni yeyman. Tot qilib o'tirishimiz shart emas. Bo'lishni o'zi sizga joy ochaman men, to'xtang. Men o'zimga grekcha restoranga ovqat oldim. Bu qovurcha ekan. Nonni ichiga hamda aylantirib pishirib berar ekan. Dahshat mazali qovurcha go'shtchalar bilan yegalamiz. Ammo nonni esa sutdan qo'yib usta yeyishlar. Olamda iflab topar. Ovvela bu farsh go'sht sir bilan birga ikkita qilingan bo'lgan. Masalan, ana bu yo'q bilan firavonlar qo'shilganini bilmaymiz. Agar qilmona bilan o'qilgan. Sen ularni yo'llarga qo'yib qo'yamiz. Qoracha mehmonlarimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Shu ham nimadir olish ilinjidalar. Nimadir xohlayaptilar. Bilib ko'ramiz ekan. Ana shu. Bizaga yo'qmi ishtaman. O'ylab ko'rasiz, aqot deydi-da u ham. Ular nimadir demoqchilar. Hayda, qanday davom ettirish mumkin bunga qarab. Bo'ladi.